Mani bitta judayam g'alati odatim bor. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmayman, lekin bu odatim o'zimga ancha yengillik beradi. Onajonimlarnikiga borishdan oldin yoki bo'lmasam ko'chaga chiqishimdan oldin xuddi 3-4 kunga bu joyga ketayotgandek hamma ishlarimni qilib ketmasam qo'ynim xotirjam keta olmayman. Uyga kelganimda hamma joylarim toza, akkuratni, ishlarim yo'q bo'lsa bemalol kelib dam olishga vaqtim bo'ladi. To'g'risini aytaman, ko'chaga chiqib kelganimdan keyin nimagadir dangasaligim tutib qolib, umuman ish qilgim kelmay qoladi. Hozirgi kunda asosan ishlarimni o'zi kechqurun qilib qo'yaman, chunki kunlar isib ketyapti va kunduz kuni ish qilgim kelmaydi. Farzandlarimni uxlatgandan keyin bemalol oshxonalarimni tozalab, xolodilniklarni porядок qilib, keyin kiyilgan oyoq kiyimlarni hammasini yuvib, ertalabga tayyor qilib qo'yaman. Va shu narsaga e'tibor beraman, qachonki kunimni reja bilan boshlasam, o'shanda hamma ishlarimga ulguraman. Reja qilmagan kunim to'g'risini aytaman, dangasaligim tutib, hech narsa ishlarimga ulgurmay qolaman.